Assalomu alaykum. Bugungi video darsimiz tinglovchilari. Bugun sizlar bilan bola shaxsini rivojlantirishga qaratilgan texnologiyalar fanidan o'qitish texnologiyalarini sxema va modellar asosida o'qitishni jadallashtirish texnologiyasi, ya'ni Shatalov texnologiyasi haqida gaplashamiz. Bugungi fan mavzumiz rejalari shulardan iboratki, texnologiya o'qitishni jadallashtirish sxemalar va modellar orqali. Sxemalar ta'rif va turlari, modellashtirish ishoralari pedagogning rolini o'zlashtirish va xulosadan iborat hisoblanadi. Shatalov texnologiyasi, ya'ni Shatalov Viktor Fyodorovich Shatalov rus pedagogi. U o'qitishda jadallashtirish texnologiyasini fanga kiritgan pedagog hisoblanadi. U o'zining faoliyati davomida o'qitishni oson va soddalashtirilgan usulda orqali o'qitishni ta'lim tizimiga joriy qilgan. Shatalov texnologiyasi bu o'quv jarayonini sxemalar va jadallashtirishga qaratilgan innovatsion yondashuv hisoblanadi. U o'quv materiallarini sxemalar, tayanch signallar, grafik modellar orqali o'qitishning oson va samarali usuli hisoblanadi. Shatalov texnologiyasining asosiy g'oyasi shundan iboratki, o'quvchilarga tez va murakkab mavzularni oson tarzda o'zlashtirish, chuqurroq bilim berish asosi yo'lga qo'yilgan hisoblanadi. O'quvchilar u orqali tayanch signallar, grafik modellar orqali ulkan mavzularni tez va samarali tarzda o'zlashtirishga qaratilgan hisoblanadi. Uning asosiy g'oyasi shundan iboratki, u o'quv materiallarini sxemalar, tayanch signallar va grafik modellar orqali oson va tez va samarali yodda saqlash usulini asosiy g'oyasi hisoblanadi. Shatalov texnologiyasining asosiy maqsadi shundan iboratki, o'quvchilar mustaqil fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan hisoblanadi. Shatalov texnologiyasining asosiy mohiyyatlari shundan iborat. Tayanch signallar, ya'ni tayanch signallar bu o'quv materiallarini belgilar, grafik modellar yoki bo'lmasa chizmalar orqali, iboralar, kichik so'zlar orqali eslab qolishni ta'minlashga qaratilgan. Grafik modellar bu mavzu o'rtasidagi bog'liqlikni ochib beruvchi belgilar hisoblanadi. Faollikni oshirish bu o'quvchilarning mustaqil fikrlashi orqali ularni turli yo'llar bilan rag'batlantirish hisoblanadi. Bu Shatalov texnologiyasining asosiy mohiyatlaridan iborat edi. Afzalliklari quyidagilardan iborat. O'quvchilar materialni tez o'zlashtirish, sxema va tayanch signallar yordamida murakkab mavzular soddalashtiriladi. Axborot ko'p bo'lsa ham oson tushuniladi va eslab qolish osonlashadi. Mustaqil fikrlashni rivojlantiradi, ya'ni o'quvchi tayanch signallar asosida o'z fikrini shakllantiradi, ifodalaydi. Analitik va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi. Vizual ta'lim vositalari bilan ishlash, ya'ni ko'rgazmalilik asosida bilim samaradorligi ortadi. O'quvchi ko'rish orqali tezroq anglab oladi. Darsda o'quvchilar faolligi oshadi. Har bir o'quvchi darsda ishtirok etadi, savol beradi, javob topadi. Passiv o'quvchilar ham faollashadi. Ijodkorlik va o'ziga ishonchni kuchaytirib, o'quvchilar o'zlari sxema tuzishlarini o'rganadi. Bu esa ijodiy yondashuvni rag'batlantiradi. Mavzuni mustaqil tushuntirish orqali o'ziga ishonch ortadi. Uzoq vaqtga eslab qolish imkonini beradi. Tayanch sxemalar materialni struktural tarzda yodda saqlashga yordam beradi. O'qituvchi uchun qulaylik, materialni takror-takror tushuntirishga hojat qolmaydi. Nazorat qilish, umumlashtirish osonlashtiradi. Shatalov texnologiyasida modellar bu obyekt yoki tizimning soddalashtirilgan tasviri hisoblanadi. Ular hodisalarni tushuntirish, baholash va tahlil qilish uchun ishlatiladi. Ya'ni Shatalov texnologiyasida o'quv materiallarini sxemalar va ta'lim signallari bilan tushuntirish hisoblanadi. Sxema modellarga aylantirish bosqichlari. Ma'lumotlarni birinchi o'rinda bazaga yig'ib olish, kerakli ma'lumotlarni aniqlab olishimiz, tahlil qilishimiz, ya'ni ma'lumotlar o'rtasidagi aloqalarni o'rganib chiqishimiz, loyihalashtirish, sxema yoki modellarni yaratishimiz, baholashimiz, ya'ni har bir yig'ilgan ma'lumotlarni o'zlari sifatini tekshirib chiqishimiz, darsda sxema modellardan foydalanishimiz. Birinchi o'rinda postga mustahkamlash, bilimlarni mustahkamlab olishimiz, amaliy jarayonda qo'llashimiz, tushuntirishimiz, yangi mavzuni tushuntirish, baholash va o'zlashtirishni
faoliyatini darajasini baholab olishimiz mumkin. O'quvchilarni sxema yaratishga o'rgatish, ya'ni dars jarayonida asosiy sxema yaratish asoslarini o'rganish, amaliy mashqlar bajarish, baholash, yaratilgan sxemalarni baholashdan iborat. O'quvchilarni sxema yaratishni o'rgatish ma'lum bir ahamiyatga, ularning tahliliy va ijodiy faoliyatini oshirishga, tanqidiy fikrlashini oshirishga xizmat qiladi. Baholash mezonlari birinchi o'rinda aniqlik, tajriba, yechim va oxirida baholash hisoblanadi. Shatalov texnologiyasida cheklovlar va yechimlar murakkablik, ayrim mavzular murakkab bo'lishiga qaramasdan, ya'ni ta'limni jadallashtirish texnologiyalari orqali bu sxemalarga aylantirib, ularni qiyin mavzularni oson tarzda o'zlashtirishimiz mumkin. Lekin bunga asosiy cheklovlardan biri vaqt hisoblanadi. Sxema yaratish ko'p vaqt talab etadi. Malaka, o'qituvchilarning malakasi bu o'rinda muhim hisoblanadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugungi mavzumizdan Shatalov texnologiyasi bu hozirgi kundagi zamonaviy o'qituvchilarning amaliyot darslarida qo'llanishga arzigulik metodlardan biri hisoblanadi. U nafaqat o'quv materiallarini soddalashtirishga, balki o'quvchilarning fikrlashiga, izlanishiga, o'z fikrlarini erkin bayon etishiga ko'maklashadi. O'quvchilar bu orqali jamoada ishlash, hamkorlikni, fikrlashini, o'z fikrlarini izlanib, o'ylanib topishiga yordam beradi. Siz ham bu metoddan o'z amaliy jarayonlaringizda qo'llashingiz mumkin. Natijasi albatta sizni quvontiradi. Shu bilan birga bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.